Yana semiribsiz a? Pulim bor yeyman-da. Mazza qilib yog'li narsalar yeyman-da. Keyincha ba'zi bir jipriq ozg'in qizlar meni semiz deyishni to'xtatinglar. Meni o'lib suyagim qolsa skeletim qoladi-ku, o'sha skeletim ham sizlardan qalinroqda. Xonlar avlodidanman, zoti ulug'lar avlodidanman. Yo'g'on, baquvvat qizman. Yaxshi zot beraman bolalarim ham baquvvat o'shaning uchun. Qarachi ozish, cho'p bo'lish menga emas, meni o'zimga ham yoqmaydi bu narsa. Yeyman, yeganimda lazzatlanaman, yeganimda baxtli bo'laman. Ertalab turganimda qornim och bo'lsa, bugun nima yesam ekan zavtrikka, o'zimga nima ovqat qilsam ekan deb o'ylayman. O'sha orqali ham men baxtni his qilaman. Ozmoqchimanmi? Shahnozdan, Smart ozishdan shundan mahsulotini olaman, ichaman, 3 oyda yiqqan kiloyimni 1 oyda berib boraman. Nimasiga siqilaman? Sizlarga ham tavsiya, yeb yashanglar azizlarim.